Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videomiz Matiz avtomobili. Xo'p, mana shu Matiz avtomobilimizning mana bu 3 ta chiroqlari bor ekan. 3 ta chiroqlari nima sababdan yonib qoladi? Ko'p Matizdagi haydovchilarimiz bilishmaskan, bilsalar ham amal qilishmaydi, lekin bilish kerak, bilgandan keyin amal ham qilish kerak. Bu 3 ta chiroq asosiy chiroqlardan. Xo'p, birinchi chiroq nima qilib beradi? Birinchi chiroq ko'rib turibsiz, cho'ynagi holat turibdi. Cho'ynagi holat, buni o'zi kattalashtirsa yaxshilab aytamiz. Bu chiroq, xo'p, mana chiroq yonib qoldi. Mo'y chiroq yonib qoladi. Nima sabab yonib qoladi? Mo'y qolmaganda yonib qoladi. Motorni mo'yni vaqtida almashtirib yurmaysiz, 5 mingdan o'tib ketadi, sifatsiz mo'y qo'yasiz, mo'y quyiladi, ba'zi suyulib ketadi. Suyulib oz-ozdan tutaydi, mashina tutamasligan holatda isparina bo'lib kamayib mo'y dachi yonadi. Yana bitta sabab, biron joydan oqib ketishi mumkin. Salinglar bo'ladi motori, salinglardan mo'y oqib ketadigan bo'lsa, mo'y kamayadi. Mo'y kamayganda datchik yonadi. Xo'p, mo'y cho'ynagi yondi. Endi shakli sal boshqacharoq. Cho'ynak yongandan keyin nima qilish kerak? Birinchi o'rinda mashinani sirasiz to'xtatib o'chirish kerak. Xo'p, shpuni tortib ko'rasiz. Mo'y kammi yo ko'pmi? Mo'y agar kam bo'ladigan bo'lsa, quyish kerak. Xo'p, shpuni tortib ko'rgan kam bo'lsa quyish kerak. Quyib yondirib ko'rasiz. Datchik yaxshi bo'lgandan keyin xo'p, yurib ko'rsangiz bo'ladi. Agar mo'y tagidan oqmaydigan bo'lsa, sababini topsiz, mo'y ketayotgan joy mabodo o'zi eskirgan, kamaygan bo'lsa, quyib manzilgacha ustaxonaga yetib olsa bo'ladi. Xo'p. Ikkinchi varianti, mo'y yonmay, o'chmay qolishi ham mumkin. Nima sabab deyishimiz mumkin? Massa nasosimiz bor mashinada, massa nasos mo'y tortib bera olmay qolishi ham mumkin. O'sha tortib bera olmay qolsa ham mo'yiz dachigingiz yonib qoladi. Xo'p. Yana bitta varianti, mo'y dachik kabeli bo'ladi, Matizda, Damas'da, Lacetti Captiva'da bo'lishi mumkin. Bu bor. Kabel ustiga izolyatsiyasi ochib, chekadagi motor podishka, tiyagi nimalarga tegib qolsa, massasi yonib, mo'y chiroq yonib qoladi. Unda hech qanaqasi yonib bo'lmaydi. Lekin o'zi yonib bo'lmaydi degan mo'y chiroq yongani shunaqa bo'lib qolgan bo'lishi mumkin-ku degan sababni o'ylamaslik kerak. Bu sabab insonni ko'p qiynab qo'yishi mumkin. Mo'y chiroq shunaqa yongani bilan sirasiz ochasiz, qopqoq ochasizda, buni ko'rish kerak ichini. Xo'p. Biz hozir birinchi o'rinda Matiz'ni mo'yini ochib, kapotini mo'y shpuni ko'rib, qaysi holat turishini aytamiz. Xo'p. Mo'yimiz o'z o'rnida ertalabda ko'rildi, hali mashina zavodit bo'lmasdan oldin. Xo'p, mo'y ko'rdingiz, ikkinchi teshikdan ozgina pastda turibdi. Bu sabab holati yaxshi. Har kun ertalab birinchi yondirmasdan oldin shu joyda turish kerak. Agar u joyda turmaydigan bo'lsa, kamiga quyish kerak, ustaxonaga borish kerak. Nima sababdan kamayapti, nima bo'lib kamaydi? Xo'p, motor mo'yyapti yo salnikdan qo'yib yuboryapti yoki eskirgan bo'lsa tez kamayadi. Sifatsiz mo'y quyib yurishni tavsiya qilmayman. Sifatsiz mo'ylar tez nima bo'lib ketadi? Kamayib ketadi, suyulib tutab ketadi motorlar. Shuning uchun holatga kelib qoladi. Xo'p, mo'yni qanaqasini quygan yaxshi Matizga deganda, benzin bo'lsa, bu mashina benzin, gaz hali o'rnatilmagan. Mana bu yerda emulyator yo'q. Benzin mashinaga 10-40, 15-40 yo'q quygan ma'qul. 5-40 dan qo'ysangiz bo'ladi, faqat firmasi yaxshisilar quygan yaxshi. 15-40, 10-40 degani
Hozir 1 litrli yog'lar chiqyapti. Firmalar noaniq. Qanaqa yozsa yaxshi yo'q, litri 15 ming so'm, 20 ming so'm. Yo'q, unaqasini qo'yish yomon. Yo'q, quyib yurmang. Moydachi tak yonadi, chunki u moy emasda bir qandaydir qoldiqdan tayyorlangan desam bo'ladi. Ko'chada qolib ketganingizda ustaxonaga yetib bo'lguncha unga qo'ysangiz bo'ladi, bo'lmasa qo'ymang. Xo'p, endi bu moydachi gaytning xususiyatlari: motor ishlab qoladi, yonganda agar yog' bermay qo'ysa, shipda yoqqan bo'lsa, juda qimmat holatlarga olib keladi. Shuning uchun uni ko'rish kerak. Moy nima uchun kamayyapti, nima uchun nima bo'lyapti, hammasini ko'rib yurish kerak. Xo'p, bu chirog'imizni aytdik. Xo'p, endi bu yerdagi ikkinchi chirog mana hozir turibdi. To'rtburchak chiroq. Mana kattalashtirib olamiz. Sizga osonroq bo'lishi uchun buni bilish kerak edi. Bu akkumulyator chirog'imiz. Teskari qo'yib o'tdi. Bu chirog'imiz nima sababdan yonib qoladi? Akkumulyator chiroq dinamik zaryad bermayotgan ma'nosini bildiradigan chiroq. Va bu chiroq yonib qoladi. Sabab nimada? Sabab dinamik uzilib tushib qolsa, dinamik eskirib uzilib tushib qoladigan bo'lsa, tok bermaydigan bo'lsa, yonib qoladi. Xo'p, ikkinchi sabab cho'tkasi bo'ladi dinamo orqasida. Cho'tka u ko'p ma'lum miqdor xizmat qiladi mashinada. Xo'p, 150 ming, 200 ming kilometrgacha xizmat qilishi mumkin. Hozirgi Matiz'larda, Damas, Tico'larda, Lacet'larda Lacetti unchalik ko'p xizmat qilmaydi. Lacetti 70 ming kilometr xizmat qiladi. Xo'p, bularda 150 ming kilometrgacha xizmat qiladi. 200 ming atrofigacha boradi. Endi bu degani hammasi har xil. 100 mingdan o'tib qolsa bo'ldi, harakat qilib ehtimol bor. Bu chiroq yongan, cho'tka ketganda обязательно cho'tkani yangi qo'yish kerak. Cho'tka ketganda yonadi. Xo'p, orqasida kabellar bo'ladi. Kabel Matiz'ga granata bo'ladi. Bilasizlar, o'sha granataga tegib qolib, uzilib yonib qolishi mumkin. Xo'p, yonib qolganda nima bo'ladi? Tok bermaydi. Akkumulyator hisobiga ishlaydi mashina. Ketayotganda zaxiradagi manbadagi tokni ishlatasizlar. Mashina yonib ketayotganingiz o'zidan ishlab dinamdan chiqargan tok sizni xohlagan joyingizgacha olib bora oladi. Yo'qligingiz bo'lsa bo'ldi, lekin mana bu chiroq yonib qolganda bo'lsa, akkumulyator tugagan joygacha borasiz. Quvvat tugaydigan joygacha borasiz. Shuning uchun bu chiroqqa ahamiyat berib yurish kerak. Yonmay qoladigan bo'lib qolgan bo'lsa, bu chiroq datchigi sizga ogohlantiruvchi ishora bermaydi. Shu ogohlantiruvchi ishorani doim yondirib olish kerak. Bu xo'p, cho'tkadan dedik, rementdan dedik, yana nimadan bo'ladi desangiz, kabelda massa kabellari bor. Orqacha massa kabellar uzilib qolsa ham bu chiroq yonib qoladi. Keyin bunga bitta sabab Matiz'da ko'proq Damas'da uchraydi, chunki akkumulyator juda kichik. Akkumulyator kichik, dinamik tok bergan bilan akkumulyator ko'p gavdasi kichikligi uchun ko'p energiya to'plab tura olmaydi. Pult qo'yiladi, majikar har xillari qo'yiladi. Xo'p, keyin majikar, pult, kolonkalar, chiroqlari, xil rang-barangliklari, har xil joylarga o'rta chiroqlar qo'ygandan keyin bu yonib qoladigan bo'lib qoladi. Bu ham bitta sabab. U yonib qolmaganda ham bo'lsa ham, lekin tekin xo'r narsa, eshik ochingiz chiq yonadi. Avariyani yopasiz, yana chiq. Nimadir qilsangiz yana chiq. Pultni o'chirsangiz ham yopsangiz, nima qilsangiz chiq qiladi. Nima sabab bu gaplarni gapiryapman? Akkumulyator kichkina, u tok 6 ta 12 voltlik, xo'p, 4 amperlikdan 20 amperlikgacha lampochkalari bo'ladi. Ular tokka bemalol akkumulyatoringizni o'tkazib qo'yishga qodir. Shuning uchun unaqa chiroqlarni qo'yish tavsiya qilaman. Asosiysi mana bunaqa shuni qulflaysiz, mana. Hammasi qulflaydi mana. Ko'ryapsiz, 4 talasi ham qulflaydi. O'shanaqa senter zamok qo'yinglar, hech qanaqa pul shart emas. Joyida yaxshi yuradi. Endi sizga ovoz yoqmaydi, ko'pchilikka chut qilsa bir qanaqadir madaniyat bo'ladi. Yo'q, endi madaniyat to'g'ri kimlarga yoqadi, lekin bu bitta kalit bilan 4 tasini qulflasangiz, siz vaqtda yetadi. Bitta odam ketganini qulflab, 4 ta eshikni qulflab o'tirmaysiz. Mana bu holatda 4 ta eshikni qulflaysiz, yana kelib kalitni shunday ochasiz. Bo'ldi. Keyin xohlagan eshigingizni yana kalitni ochsangiz bo'ladi. Majigarlar qo'ygandan keyin kalit tushadigan joyi tangacha qo'yib, blokrovka qilib qo'yishadi. Endi bu pult ishlamay qolgandan so'ng eshikni ochadigan bo'lsa muammo bo'ladi. Shuning uchun
qilmaganingiz yaxshi. Xo'p, bu to'rtburchak akkumulyator chirog'imiz haqida ham ma'lumot berdik. Endi bundan keyingisi xo'p, zamokga o'chadigan o'zi 3-da turibdi. Brekka undov belgisi yo'q, to'xtab turish P yozuvi. Xo'p, buni kattalashtirdik. Xo'p. Bu chiroq nimaga yonib qoladi? Bu chiroq yonib qolishidan asosiy sabab nima? Xo'p, mana bu ruchnoy chiroq bu. Ruchnoy tashlaganingiz bo'chadi. Xo'p, bu chiroq nimaga yonib qoladi? Ruchnoy tortiq holatda qolib ketganda yonadi. Massa kabeli tegib qolsa, tormoz kalotka oldi kam bo'lsa, jitkiz kamayib yonib qoladi. Xo'p, qolgan variant orqada rabot silindrida tormoz salinib qo'ysa, tormoz shlankalar yorilsa qo'yadi. Xo'p, massa kabel qanday yonib qolishi mumkin? Zamikana bo'ladi, tormoz tashlab qo'yganingizda hali tagidagi bir-biriga tegmasdan yonga surilib, yeyilib qoladi ko'pincha, o'shanda yonib qoladi. Xo'p, mana jitkiz kamaydi. Nima uchun kamaydi? Kalotka nakladkasi bilasiz, qalin bo'ladi. Qalinlashgan narsa yupqalashib boradi. Mana shu qalin narsa bo'ladi. Qancha desam bo'ladi. Qalin bo'lsa, qisqarib borib, buni orqasida nimadir to'ldirish kerak edi. Orqa nimadir to'ldiradigan bo'lsa, o'sha jitkiz bo'ladi. Shu jitkiz kamaygandan keyin mana yonib qoladi. Bu yonib qolganda hech qayerdan oqmagan bo'lsa, jitkiz quyish hojati yo'q, kalotka qo'yish kerak. Bitta sizlarga ma'lumot o'rnida aytib o'tyapman. O'sha narsani qilish kerak. Keyin agar mobodo oqqan bo'lsa, qayerdan oqishi mumkin? Ikkita o'g'lida tormoz shlankalar bor. 200 ming, 300 minggacha xizmat qiladi. 300 mingdan keyin o'sha shlankalar kengayadi, yupqalashni boshlaydi. Keyin ko'pincha razvalda, amortizatorlar almashtirilganda o'z o'rniga qoldirilmaydi shlankalar. O'z harakatini bajarmagandan keyin razval yo'qmi? Misol yangi balon qo'ysangiz ham razval bo'lsa, yeyilib ketadi. Xuddi shlankaga tegadigan qo'yda ishqalanadigan bo'ladi. Ishqalangandan keyin u nima bo'ladi? Ishqalangandan keyin yeyiladi, teshiladi. Oldi bo'lsa, ana ketdi, tormozni bossangiz hech narsa yo'q. Pedal birozta pedal o'xshaydi. Ruchnoy bo'lsa bo'ldi, to'xtatasiz, bo'lmasa yo'q. Shuning uchun shlankalarga qiymatdan berish kerak. Amortizator hadovoy qilinganda. Xo'p, yana bitta aytib o'tadigan o'rnimiz orqada rabot silindrlar, gayka kalotkalar yeyilsa, qattiq tormozni bosilsa juda qattiq. Bundan uncha ketavermaylik. Ko'proq kalotkalar yeyilganda harakat uzoqlashadi, rabot silindr o'shanda yeyilib qoladi. O'sha sabab nima qilish kerak desa, kalotkani ichiga ozgina shayb o'rnida 3 mm, 4 mm 8 gaykachalardan kontaktni svarkada qo'yib kengaytirish kerak. Baraman yeyilgan bo'lsa, o'sha o'rniga qoladi. Endi xudo xolasa bu faqat ma'ruza, faqat gap bo'lyapti, audio ko'rinishda bo'lyapti. Bu nima deydi? Foydali maqsad emas. Iloji boricha bundan bu yog'i pastga tushib ko'radigan bo'lsangiz, buni video ko'rinishida misol qanday qilib qilinishlari ham bor. Iloji bo'lsa shularni kuzating. Xo'p, tormoz haqida aytib o'tdik. Endi buni ochimizda mana bu yerda hali yonmadi, lekin bu yonmadi degani uni ko'rsatmaslik kerak degani emas. Xo'p, mana bu remade chirog'imiz bor, mana bu remade chiroq. Buni qo'yadigan bo'lsak, bu remade taqmaganingizda massa o'tmasligidan yonadi. Bu remade taqib oling, Shopir aka degan haydovchi aka, yo'q haydovchi opa deganni bildiradi. Haydovchi inson remade taqing, bu sizga foydali. Murod Hamto'rayev o'sha remade taqmagandan ketgan desa ham to'g'ri bo'ladi inshaalloh. O'zasi lekin remade taqmagan bo'lsa mashinadan hech kim chiqib ketmaydi dedi. Aerobaglar qisib ancha inson foyda qilib, bu remade doim taqish kerak. Bu foydasi juda ko'p. Remade oddiy bo'lishi mumkin. Shuni tortasiz mana. Remade taqib uzganingizda o'chadi bu. Turibdiki, bu remade test tortganda tortilmaydi-da. Test tortganda tortilmaydi bu. Yaxshi tomoni shunda. Tezlikda shunday tormoz bergan remade cho'zilmaydi, sekin cho'zilsa cho'ziladi.
O'zi juda yaxshi qulay ishlangan narsa. Bundan keyingi airbaglar ham bor. Buni ulaganda airbag ham yaxshi ishlaydi. Limit haqida ham ma'lumot berdik. Xudo xolasa hozir yana bir sariq chirog'imiz bor, o'sha haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa narigi videolarimda sariq chirog'i bor, chek chirog'i o'sha haqida ma'lumot beraman. Chirog'i kengaytirib hozir Sobelda inshaalloh keyingi videolarimizda yaxshi narsalar qo'yib beraman. Azizlar, sog' bo'ling.